Muradiljon şu Honda City'ninki dükkan dereceli yangisini topolmadim. Bir qo'l aydigan topolmadim. Bek pakiz yangisini olsam bo'ldi degan to'rdoshlar filmni seyirib etmay mana mashinamga diqqatingiz bo'lsin. 2012-yil 12-oyning mashinasi Chingdo bir qo'l mashina. Mashina 99% yangi. 100% yangi desak bo'lmaydi. Mas Söğüt'nin yangi mashinasi emas, Arşo mashina. 99% yangi. Yangining o'rnini basa oladi. Old LED shenshidagi chiqqani. Alyumin gangchen chiqqani. Mashinaningki choq gangchenlarimi o'zining zavoddan chiqqan yo'njang choqi 58 ming kilometr shibiyo mang'ini. Mashina 3 xil tekshiryapsizlar, 30 xil tekshiryapsizlar, qanday tekshirib olsangiz bo'ldi. Mashina 2012-20 mashinasi, 2013 ga nech kunlam kam mashina, bir qo'l aydigan mashina. Zapas ochqich yukondan tatibpa. Men mashina ishchilarini ko'ranglar to'rdoshlar. G'azab yangi, usti to'nchang ba. Manda yengisi oydishilishi biroz chiqaydi bizga. Ajoyib yangi ko'rsangiz bo'ldi. Teginingga deselga yana dibenjilarmi mana zavoddan chiqqan o'zing yo'njang dibenjisi. Mashinaning pulisi 14.800 bilan mos bo'ldi. Bir ko'kilishim yo'q. 14.700 pulga sotmayman. Mashina muyda qibi yangi. Kiyishga virnaning puli bilgan odamga. Kiyishga kelib edamsizlar, virinami yoki Honda City'ni olib edamsizlar. O'ngaz rayoniga yo'llab qo'yinglar. Mashinaning o'rni Sichivan Chingdoda. Qashqa Yanshalik Muradiljon men shu. Mashinaning kirasi 2000 koy chiqdi. Kirasini to'lab olib olsangiz, mendik setilish bahasi 14.800 koy. Haqiqiy yangi shenchim bata degan uchur qilinglar. Qizvalning qo'liqidagi oltin bilan o'xshash mashina ma bu. Men ortiq tanlamayman. Qo'llab berganlik rahmat.